Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomiz ayniqsa siz pensiya yoshida bo'lganlar, yaqinlari pensiyada bo'lganlar yoki kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotganlar uchun juda ham muhim. Pensiya tizimida yuz berayotgan, hayotingizni sezilarli darajada yengillashtirishi mumkin bo'lgan 5 ta yangi va eng muhim o'zgarishlar haqida batafsil gaplashamiz. Bu yangiliklar ortiqcha ovoragarchilik va xarajatlardan xalos qilishi, shuningdek pensiya ta'minotingizni yanada adolatli va tezkor qilishga xizmat qilishi mumkin. Videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring, birorta ham muhim detalni o'tkazib yubormang. Hozirroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib boradi va ularning ham hayotini yaxshilashga yordam beradi. Qadrli yurtdoshlar, ko'pchilik biladi. Pensiya masalalari ilgari ko'pincha murakkab byurokratik jarayonlar, uzun navbatlar va ma'lumot yetishmasligi bilan bog'liq edi. Pensiya jamg'armasi bo'limlariga borib, bir necha eshikka murojaat qilish, turli xil hujjatlarni to'plash va ularning qabul qilinishini uzoq kutish hollari tez-tez uchrab turardi. Ayrimlar uchun pensiya hisoblashdagi xatolar yoki qayta hisoblashdagi kechikishlar sababli moliyaviy qiyinchiliklar ham yuzaga kelardi. Ayniqsa chekka hududlarda yashovchi fuqarolar uchun masofaning uzoqligi, transport xariyatlari va vaqt yo'qotishlari katta muammo edi. Ko'plab pensionerlar o'z huquqlarini to'liq bilmasliklari yoki tizimdagi o'zgarishlarni tushunishga qiynalishlari sababli ba'zan imtiyozlardan foydalana olmay qolishardi. Ammo bugungi kunda ahvol tubdan o'zgarmoqda. Davlatimiz rahbariyati va hukumatimiz tomonidan ijtimoiy himoya, xususan pensionerlarning hayot sifatini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Pensiya jamg'armasi ham o'z faoliyatini to'liq qayta ko'rib chiqib, endi o'z xizmatlarini fuqarolar uchun yanada qulay, shaffof va tezkor qilishga intilmoqda. Aslida pensiya jamg'armasi pensionerlarga qarab qadam tashlashga tayyor degan ibora. Ushbu muammolarni tan olish va ularni hal qilish yo'lidagi jiddiy harakatlarni anglatadi. Ya'ni endi tizim byurokratiya va qiyinchiliklarni kamaytirish, xizmat ko'rsatish ko'lamini kengaytirish va ijtimoiy ta'minot tarmoqlarini yaxshilashga qaratilgan. Keling, bu 5 ta muhim o'zgarishlarni birma-bir ko'rib chiqaylik. Birinchi o'zgarish pensiyalarni qayta hisoblash tartibining soddalashtirilishi va tezlashtirilishi. Ilgari pensiya miqdorini qayta hisoblash jarayoni uzoq vaqt talab qiladigan, ko'pincha murakkab jarayon edi. Pensiya miqdori ish haqi o'zgarishi yoki stajga oid yangi ma'lumotlar paydo bo'lganda qayta hisoblanishi kerak bo'lardi. Masalan, fuqaro yangi ishga kirsa yoki ish haqi oshsa, uning pensiyasi miqdori ham o'zgarishi kerak edi. Lekin buning uchun pensionerning o'zi pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi, ish joyidan ma'lumotnomalar yig'ib kelishi, arizalar yozishi kerak edi. Bunday hollarda hujjatlar topshirilgandan keyin ham qayta hisoblash jarayoni bir necha hafta, hatto ba'zan bir necha oyga cho'zilib ketardi. Shu vaqt davomida fuqaro o'zi haqli bo'lgan miqdordan kam pensiya olishda davom etardi. Bu esa uning oilaviy byudjetiga salbiy ta'sir ko'rsatardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan tarzda boshqa davlat organlari bilan elektron almashish tizimini yo'lga qo'ydi. Bu nimani anglatadi? Endi ko'pchilik holatlarda pensiyaning qayta hisoblanishi uchun sizning shaxsan murojaat qilishingiz shart emas. Agar sizning ish joyingiz yoki ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlar o'zgarsa, ushbu ma'lumotlar avtomatik tarzda tegishli tashkilotlar, soliq organlari, banklar yoki O'zbekiston pochtasi orqali pensiya jamg'armasiga yuboriladi. Jamg'arma esa bu ma'lumotlar asosida pensiyangizni tezkor ravishda, ya'ni qisqa muddat ichida, odatda 5 ish kuni mobaynida qayta hisoblaydi. Misol tariqasida Farida opa Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida yashaydilar. Ular kollejda o'qituvchi bo'lib ishlaganlar va 1 yil oldin pensiyaga chiqqanlar. Qariyalar oilasiga moddiy yordam bo'lishi uchun u kishi yana to'liq stavkada bo'lmasa-da dars berishda davom etganlar. Unga yanvar oyidan boshlab ish haqi oshirilgan. Ilgari Farida opa pensiya jamg'armasiga borib, ish joyidan ma'lumotnoma olib kelishi va arizani yozishi kerak edi. Keyin esa pensiyaning qayta hisoblanishini eng kamida 2 hafta, ko'pincha esa 1 oy kutish kerak bo'lardi. Ammo hozirda Farida opaning ish haqi ma'lumotlari avtomatik ravishda soliq qo'mitasi tizimidan pensiya jamg'armasiga yetib borgan va pensiya jamg'armasi Farida opaning pensiyasini shu oyning ertasiga hech qanday ortiqcha harakatsiz avtomatik ravishda qayta hisoblab chiqdi. Shu bilan Farida
o'z pensiyasiga qo'shilgan ustamani shu oyning pensiyasida olib ortiqcha olib ketganchilik va moliyaviy yo'qotishlarga duch kelmadilar. Bu o'zgarish pensiyaning adolatli va tezkor to'lanishini ta'minlaydi. Pensionerlarning hayotini ancha yengillashtiradi. Ikkinchi o'zgarish yangi ijtimoiy nafaqa turlari joriy etilishi. Oldin ijtimoiy nafaqalar turlari cheklangan edi. Ko'pincha nafaqalar faqatgina asosiy ehtiyojlarni qoplashga yo'naltirilgan bo'lib, ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarning o'ziga xos ehtiyojlarini inobatga olmasdi. Masalan, yolg'iz yashovchi keksa fuqarolar, uzoq muddatli parvarishga muhtojlar yoki kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirishda qiynalayotgan, kam ta'minlangan pensionerlar uchun maxsus yordam turlari yetarli emas edi. Ko'pincha bu toifadagi fuqarolar qiyinchiliklarga duch kelib, faqatgina asosiy pensiya miqdori bilan kun kechirishga majbur bo'lishardi. Misol uchun, qishloq joylarda yashovchi yolg'iz pensioner qishning sovug'ida uyini isitish uchun ko'mir yoki gaz uchun pul topishda qiyinchiliklarga duch kelardi. Chunki uning pensiyasi faqat oziq-ovqat va dori-darmonga zo'rg'a yetardi. Yangi tartibga ko'ra, endi bunday maxsus ehtiyojli guruhlarni qo'llab-quvvatlash uchun qator yangi ijtimoiy nafaqa turlari joriy etilmoqda. Masalan, yolg'iz keksa fuqarolarga g'amxo'rlik nafaqasi kabi nafaqalar shular jumlasidan. Bu nafaqa o'z ishi va parvarishda yordamga muhtoj bo'lgan, kin qarindoshlari yonida yashamaydigan yolg'iz pensionerlarga qaratilgan. Bunday nafaqa miqdori, masalan, har oyda 2,5 ming so'm miqdorida belgilanib, ularning kundalik ehtiyojlarini qondirishga yoki ba'zi bir maishiy xizmatlarni sotib olishga yordam berishi mumkin, yoki kommunal xizmatlar uchun subsidiya joriy etilishi ham ko'zda tutilgan. Bu kam ta'minlangan pensionerlarga kommunal to'lovlar, ya'ni gaz, elektr, suv va isitish xarajatlarini qoplashda qo'shimcha yordam beradi. Qoraqalpog'iston Respublikasining Taxtako'pir tumanida yashovchi Karim bobo misolini ko'raylik. U kishi taziki yoshda yolg'iz yashaydi va pensiyasi 2,5 million so'm. O'zbekistonning bu hududida qishlar ancha sovuq bo'ladi. Issiq saqlash uchun ko'mir yoki gazni sotib olish Karim boboning pensiyasining ancha qismini tashkil qilardi. Endi yangi joriy qilingan yolg'iz keksa fuqarolarga g'amxo'rlik nafaqasi tufayli u kishiga har oy 2,5 ming so'm qo'shimcha mablag' beriladi. Shuningdek, agar Karim boboning umumiy daromadi belgilangan chegaradan past bo'lsa, u kommunal xizmatlar uchun subsidiyaga ham ega bo'lishi mumkin. Bu uning moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilaydi va hayotini ancha yengillashtiradi. Bu yangiliklar ayniqsa eng zaif qatlamlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lib, ularning hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Uchinchi o'zgarish elektron xizmatlar ko'lamining kengaytirilishi va masofaviy murojaat qilish imkoniyati. Avval pensiya jamg'armasi bilan bog'liq deyarli barcha masalalarni hal qilish uchun shaxsan tashrif buyurish shart edi. Bu esa uzun navbatlar, sarf xarajatlar va ayniqsa qariyalar uchun jiddiy noqulayliklar tug'dirardi. Toshkent shahridan 1,5 kilometr uzoqlikdagi qishloqda yashovchi pensioner biror ma'lumotnoma olish yoki pensiya miqdori bo'yicha savol tug'ilganda shahar markaziga borishga majbur bo'lardi. Transportga ketgan pul, yo'lga ketgan vaqt, bularning hammasi pensionerning zimmasiga tushardi. Shuningdek, nogironligi bor yoki harakatlanishda cheklovlarga ega bo'lgan fuqarolar uchun bu deyarli imkonsiz vazifa edi. Hozirda esa zamonaviy texnologiyalar yordamida bu muammolarga yechim topilmoqda. Pensiya jamg'armasi o'z xizmatlarini to'liq raqamlashtirish yo'nalishida ulkan qadamlar tashlamoqda. Mening fikrim portali my.gov. Uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, shuningdek pensiya jamg'armasining o'z rasmiy veb-sayti va mobil ilovasi orqali ko'plab xizmatlarni onlayn tarzda olish mumkin. Endi siz pensiya hisoblash, qayta hisoblash, pensiya guvohnomasi olish, pensiya to'lovlarining holatini tekshirish yoki hatto ba'zi turdagi nafaqalarga onlayn ariza berish imkoniyatiga egasiz. Bu nafaqat vaqt va pulni tejaydi, balki fuqarolarning jismoniy holatidan qat'iy nazar barcha uchun xizmatlardan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida yashovchi Gulnora opa 70 yoshda. U kishi oldinroq pensiya guvohnomasini yo'qotib qo'ygan edilar va yangisini olish uchun tuman markaziga borish kerak edi. Bu unga ancha qiyinchilik tug'dirardi. Endi esa Gulnora opaning nabirasi unga my.gov uz portali orqali yangi pensiya guvohnomasiga ariza berishga yordam berdi. Ariza topshirilgandan keyin 3 kun ichida guvohnomaning elektron versiyasi uning elektron pochtasiga kelib tushdi. Agar xohlasalar, ular pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, guvohnomaning qog'oz shaklini ham olishlari mumkin.
Bu kabi xizmatlar chekka hududlarda yashovchi yoki harakatlanishda cheklovlarga ega bo'lgan fuqarolar uchun hayotni sezilarli darajada yengillashtiradi. Shaffoflik oshadi. Navbatlar kamayadi va fuqarolar o'z huquqlaridan to'liqroq foydalana oladilar. 4-o'zgarish ishlovchi pensionerlarga nisbatan imtiyozlarning ko'paytirilishi. Ilgari pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etsa, ularning pensiyasi ba'zan to'liq to'lanmasdi yoki ish haqi miqdori pensiya miqdoriga ta'sir qilardi. Bu esa pensionerlarni ishlashdan voz kechishga undar yoki ularni noqonuniy ravishda ishlashga majbur qilardi. Ya'ni ular o'z tajribasini jamiyatga taqdim etishga va qo'shimcha daromad olishga qiziqmasdi. Masalan, 63 yoshli malakali shifokor nafaqaga chiqqanidan keyin ham o'z sohasida ishlashni davom ettirmoqchi bo'lgan. Ammo uning olgan ish haqi sababli pensiyasining bir qismi ushlab qolinar yoki butunlay to'lanmasdi. Bu esa uning moliyaviy ahvoliga salbiy ta'sir ko'rsatib, u o'zining qimmatli tajribasini baham ko'rishdan voz kechishga majbur bo'lardi. Endilikda esa davlatimiz ishlovchi pensionerlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim qadamlarni qo'ydi. Yangi tartibga ko'ra, ishlovchi pensionerlar to'liq pensiya miqdorini va ish haqi miqdorini bir vaqtning o'zida hech qanday cheklovlarsiz olishlari mumkin. Ya'ni ularning pensiyasi ish haqi tufayli kamaytirilmaydi va ish haqi ham pensiya miqdoriga ta'sir qilmaydi. Shuningdek, keksa yoshdagi fuqarolarni ishga qabul qiladigan korxona va tashkilotlarga nisbatan ham maxsus rag'batlantirish choralari ko'rilmoqda. Bu esa nafaqat pensionerlarning moliyaviy holatini yaxshilaydi, balki ularning tajribasi va bilimlarini jamiyat manfaati yo'lida ishlatishga imkon beradi. Navoiy viloyatida yashovchi Bobur aka 65 yoshli tajribali muhandis, nafaqaga chiqqaniga qaramay, mahalliy korxonada maslahatchi sifatida to'liq bo'lmagan stavkada ishlaydilar. Ilgari uning 2 million so'mlik pensiyasining bir qismi ish haqi hisobiga ushlab qolinar edi. Endi esa Bobur aka har oy o'zining to'liq 2 million so'mlik pensiyasini va qo'shimcha 15 million so'm ish haqi miqdorini hech qanday cheklovlarsiz oladi. Bu uning umumiy daromadini sezilarli darajada oshirib, turmush darajasini yaxshilaydi. Bobur aka o'zining ko'p yillik tajribasini yosh mutaxassislarga o'rgatishga va ishlab chiqarish jarayonlariga qo'shimcha qiymat qo'shishga muvaffaq bo'ladi. Bu o'zgarish ishlovchi pensionerlarning ijtimoiy faolligini oshiradi va ularga moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi. 5-o'zgarish pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlarida yagona darcha tamoyilining to'liq joriy etilishi. Oldin pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlarida xizmat ko'rsatish tizimi juda tarqoq edi. Fuqarolar pensiya hisoblash uchun bir oynaga, nafaqa olish uchun ikkinchi oynaga, ma'lumotnoma olish uchun 3-oynaga murojaat qilishlari kerak edi. Bu esa pensionerlar uchun katta chalkashliklar, qo'shimcha navbatlar va ortiqcha vaqt yo'qotishlariga sabab bo'lardi. Hujjatlarni topshirishda ham bir xil ma'lumotlarni turli xil bo'limlarga qayta taqdim etishga to'g'ri kelardi. Misol uchun, pensiya tayinlash uchun ariza bergan fuqaro undan keyin kommunal xizmatlarga subsidiya olish uchun yana alohida ariza berishga va boshqa hujjatlarni yig'ishga majbur bo'lardi. Bu esa ko'p vaqt va asab talab qilardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Pensiya jamg'armasining barcha hududiy bo'limlarida yagona darcha tamoyili to'liq joriy etilmoqda. Bu shuni anglatadiki, pensiya jamg'armasi bilan bog'liq barcha xizmatlarni bitta joydan, bitta xodim orqali olish mumkin. Endi siz turli xil bo'limlar orasida yurishingiz shart emas. Bitta mutaxassis sizning barcha savollaringizga javob beradi, arizangizni qabul qiladi. Kerakli ma'lumotlarni elektron tizimlar orqali boshqa davlat organlaridan o'zi so'rab oladi va sizga xizmat ko'rsatadi. Bu jarayon ichki ma'lumot almashinuvi mexanizmlari orqali amalga oshiriladi. Bu esa fuqarodan ortiqcha hujjat talab qilishni bartaraf etadi. Dilorom aya Toshkent shahrida yashaydi. U kishi pensiya jamg'armasiga yangi joriy etilgan nafaqalardan biriga ariza berish va shu bilan birga o'zining pensiya hisobi bo'yicha ma'lumot olish uchun bordi. Ilgari u kishi birinchi navbatda arizalar qabul qiladigan oynaga, keyin esa maslahat beradigan oynaga borishi kerak edi. Ammo endi Dilorom aya yagona darcha xodimi bilan muloqot qildi. Xodim uning pasportini va pensiya guvohnomasini elektron tizim orqali tekshirdi. So'ngra bir oynada uning nafaqa arizasini qabul qilib, kerakli hujjatlarni ichki tizim orqali o'zi so'rab oldi. Shuningdek, uning pensiya hisobi haqida ham batafsil ma'lumot berdi va pensiyasining hozirgi miqdori haqida chop etilgan ma'lumotnomani shu joyning o'zida taqdim etdi.
bu xizmatlarning soddalashishi navbatlarning kamayishi va pensionerlar uchun ancha qulaylik yaratishini anglatadi. Qadrli tomoshabinlar, yuqorida sanab o'tilgan o'zgarishlar chinakamiga pensiya jamg'armasining xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga qaratilgan muhim qadamlardir. Lekin shuni ham yodda tutish kerakki, har qanday tizimda bo'lgani kabi bu yangiliklarning ham o'ziga xos jihatlari, istisnolari va e'tibor berish lozim bo'lgan nozik nuqtalari bor. Birinchidan, barcha pensionerlar ham yangi joriy etilgan nafaqalar yoki imtiyozlarga avtomatik tarzda ega bo'lmasliklari mumkin. Ba'zi nafaqalar uchun daromad chegaralari, yashash sharoitlari yoki boshqa maxsus mezonlar mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, yolg'iz keksa fuqarolarga g'amxo'rlik nafaqasi haqida gapirganda, bu shaxsning yonida yaqin qarindoshlari yashamasligi, u kishining chindan ham yolg'iz ekanligini tasdiqlovchi ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Shuning uchun o'zingizni qaysidir imtiyozga munosib deb hisoblasangiz, uning shartlari bilan pensiya jamg'armasining rasmiy manbalarida yoki yagona darcha markazlarida aniqlash zarur. Ikkinchidan, elektron xizmatlar garchi juda qulay bo'lsa-da, barcha yoshdagi fuqarolar uchun birday tushunarli bo'lmasligi mumkin. Ba'zi keksa avlod vakillari uchun kompyuter yoki smartfonni ishlatish qiyin bo'lishi mumkin. Bu holatda ularga farzandlari, nabiralari yoki boshqa yaqinlari yordam berishlari mumkin. Yoki hozirda ko'pgina hududlarda raqamli savodxonlikni oshirishga qaratilgan markazlar mavjud bo'lib, u yerda bepul maslahat va amaliy yordam olish mumkin. Lekin ehtiyot bo'ling. Internetda firibgarlar ham faol. Faqatgina rasmiy portallar, ya'ni Maytong, Gufuz yoki pensiya jamg'armasining rasmiy saytidan foydalaning. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni shubhali saytlarga kiritmang yoki notanish shaxslarga bildirmang. Uchinchidan, pensiyani qayta hisoblashdagi avtomatizatsiya tizimi ish beruvchining ma'lumotlarini to'g'ri va o'z vaqtida taqdim etishiga bog'liq. Agar sizning sobiq yoki hozirgi ish beruvchingiz soliq organlariga yoki boshqa tegishli idoralarga sizning ish haqingiz yoki stajingiz haqidagi ma'lumotlarni noto'g'ri kiritgan bo'lsa, avtomatik qayta hisoblash jarayonida xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Bunday hollarda pensiya jamg'armasiga shaxsan murojaat qilib, qo'shimcha hujjatlar, masalan, mehnat daftarchasidan nusxa, ish haqidan ma'lumotnoma taqdim etishingiz talab qilinishi mumkin. To'rtinchidan, ishlovchi pensionerlarga beriladigan imtiyozlar umumiy qoidalar bo'yicha juda keng, lekin ayrim hollarda, masalan, ba'zi davlat organlarida ishlash yoki maxsus xizmatlar ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan joylarda hali ham o'ziga xos qoidalar saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Agar siz ishlovchi pensioner bo'lsangiz, pensiya va ish haqingizni bir vaqtda to'liq olishga ishonch hosil qilish uchun ish beruvchingizdan ham, pensiya jamg'armasining yagona darcha xodimidan ham aniqlik kiritishingizni tavsiya qilaman. Bu ehtimoliy tushunmovchiliklarning oldini oladi. Beshinchidan, yagona darcha tamoyilining joriy etilishi byurokratiyani keskin kamaytirgan bo'lsa-da, ba'zida, ayniqsa, ko'p fuqarolar murojaat qiladigan paytlarda yoki yangi tizimga xodimlar to'liq o'rganib ketmagan dastlabki bosqichlarda ba'zi bir sekinliklar kuzatilishi mumkin. Yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va barcha xizmatlarni mukammal tarzda birlashtirish ma'lum vaqt talab qiladi. Shuning uchun ba'zan biroz sabrli bo'lish ham foydadan xoli emas. Asosiysi, tizimning maqsadi aniq va u fuqarolar manfaatiga xizmat qiladi. Oxirgi muhim eslatma, sizning vaziyatingiz har doim individual bo'lishi mumkin. Hatto avtomatlashtirilgan tizimlar ham hamma holatlarni inobatga olmasligi mumkin. Shuning uchun vaqti bilan o'z pensiya hisobingiz holatini tekshirib turish, pensiya jamg'armasining rasmiy yangiliklarini kuzatib borish va o'zingiz haqli bo'lishi mumkin bo'lgan yangi imtiyozlar haqida faol ravishda so'rab surishtirishdan erinmang. Ba'zi mahalliy, hududiy darajadagi qo'shimcha imtiyozlar yoki yordam turlari ham mavjud bo'lishi mumkin. Ularni ham o'z mahalliy hokimiyat organlari yoki yagona darcha markazlari orqali bilib olish mumkin. Har doim ishonchli manbalardan ma'lumot oling. Endi esa, aziz do'stlar, sizga amaliy maslahatlar berishga ruxsat eting. Bu maslahatlar yangi o'zgarishlardan to'g'ri va samarali foydalanishga yordam beradi. Birinchi eng muhim qadam, pensiya hisobingiz va to'lovlaringizni muntazam tekshirib turing. Buning uchun My.Gov.uz portali yoki pensiya jamg'armasining rasmiy sayti orqali shaxsiy kabinetingizga kiring. Agar internetdan foydalanishda qiynalsangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki pensiya jamg'armasining eng yaqin yagona darcha bo'limiga murojaat qiling.
Ularning mutaxassislari sizga barcha kerakli ma'lumotlarni taqdim etishga tayyor. Misol uchun, har oyda pensiya o'tkazilgandan keyin 2-3 kun o'tgach, onlayn tizimga kirib, pensiya miqdori va uning qayta hisoblangan yoki hisoblanmaganligini tekshirib ko'ring. Agar kutilmagan o'zgarishlarni ko'rsangiz, darhol murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ikkinchi qadam, elektron xizmatlar bilan tanishing. Agar siz hali My Tongo Kubus portalida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, albatta ro'yxatdan o'ting. Bu kelajakda ko'plab davlat xizmatlaridan, jumladan pensiya bilan bog'liq xizmatlardan uydan chiqmasdan turib foydalanish imkonini beradi. Agar elektron imzo, e-imzoga ega bo'lmasangiz, uni ham olishni tavsiya qilaman. Chunki u ba'zi arizalarni tasdiqlash uchun zarur bo'lishi mumkin. Ro'yxatdan o'tish yoki elektron xizmatlardan foydalanish jarayonida qiyinchiliklar duch kelsangiz, oila a'zolaringizdan yoki yagona darcha markazlaridagi malakali xodimlardan yordam so'rang. Ular sizga bosqichma-bosqich yo'riqnoma berishadi. 3-qadam. Agar siz yangi joriy etilgan nafaqalar yoki imtiyozlarga loyiq deb hisoblasangiz, albatta ariza bering. Kutib o'tirmang. Pensiya jamg'armasi barcha pensionerlarni birma-bir chaqirish imkoniyatiga ega emas. O'zingizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan nafaqa yoki imtiyoz shartlarini aniqlang va kerakli hujjatlarni to'plab, yagona darchaga murojaat qiling. Hujjatlar ro'yxati har bir nafaqa turi uchun farq qilishi mumkin. Lekin odatda pasport, pensiya guvohnomasi, oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma va ba'zi hollarda daromad to'g'risidagi ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Mutaxassislar sizga aniq ro'yxatni aytib berishadi. 4-qadam. Har doim barcha hujjatlaringizning nusxasini saqlang. Ariza topshirganingizda uning qabul qilinganligi haqida belgi qo'yishni so'rang. Agar sizga biron bir ma'lumotnoma berilsa yoki qaror chiqarilsa, ularning ham nusxalarini olib qo'ying. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarning oldini olishga yordam beradi. Hujjatlaringizni tartibli saqlashga odatlaning. 5-qadam, savol tug'ilganda ikkilanmasdan pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Siz yagona darcha markazlariga shaxsan borishingiz, pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilishingiz yoki elektron murojaatlar orqali savollaringizni berishingiz mumkin. Mutaxassislar sizga har doim yordam berishga tayyor. Pensiya jamg'armasining rasmiy saytida barcha bog'lanish ma'lumotlari mavjud. 6-qadam. Agar siz ishlovchi pensioner bo'lsangiz, ish beruvchingiz bilan va pensiya jamg'armasi bilan pensiyangiz va ish haqingiz to'liq to'lanishiga ishonch hosil qilish uchun aniqlik kiriting. Ba'zi tashkilotlarda bu borada hali ham eski tushunchalar mavjud bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zingiz bu masalani nazorat qilib boring. Va nihoyat 7-qadam. Faqat rasmiy va ishonchli manbalardan ma'lumot oling. Ijtimoiy tarmoqlardagi yoki shubhali veb-saytlardagi mish-mishlarga ishonmang. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti, MyDogo.uz portali yoki yagona darcha markazlaridagi mutaxassislar sizga eng to'g'ri va aniq ma'lumotni taqdim etishadi. Aziz tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, pensiya jamg'armasi chindan ham pensionerlarga yordam berishga, ularning hayotini yengillashtirishga va pensiya ta'minotini yaxshilashga jiddiy intilmoqda. Yuqorida sanab o'tilgan 5 ta muhim o'zgarishlar sizning pensiya ta'minotingizni yanada adolatli, shaffof va qulay qilish uchun qilingan muhim qadamlardir. Bu yangiliklar moliyaviy barqarorligingizni oshirishga va hayotingizdan rozi bo'lib yashashingizga xizmat qiladi. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'ldi va ko'plab savollaringizga javob berishga muvaffaq bo'ldim. Siz bu o'zgarishlar haqida nima deb o'ylaysiz? Qaysi biri sizga eng muhim va dolzarb bo'lib tuyuldi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Agar sizda yana savollar bo'lsa, ularni ham bemalol bering. Imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi foydali videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. G'amxo'rlik siz va yaqinlaringizga doim hamroh bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling.